Assalom qeyrindishim. Hazır anlaydıqanыңыз Yalqın Rozining Uyg'unib atqan Ajdod Ruhi nomli kitobidan ilingan asar bizga qandaq dadalar kerak. Bolalarimiz madaniyat va dunyo qarashlari ustunlik talashayotgan davrda yashayotdi. Bundaq muhitda bizga mehr shafqatni g'aflat bushkiga aylantirib olgan onalar emas, balki uni yuksak e'tiqod strategiyasiga aylantirgan onalar kerak. Bu bir abzas so'z Abduqodir Jaloliddinning Jungo Millatlari jurnalining 2004-yillik 2-sonida e'lon qilingan bizga qandoq onalar kerak degan muhokama maqolasining oxiridagi kaskin xitobi. Meningcha onalarga qilingan bu xitob yana o'z navbatida dadalarga o'xshashlanmas keladi. Men bu maqolani o'qigandan keyin bizga qandoq onalar kerak degan mavzu kishilarning o'ylanishiga arziydigan bir yurish muhokama temalarining o'tirg'i chiqishiga turtki bo'ladigan barakatli mavzu ekan deb qaradim. Ham bizga qandoq dadalar kerak degan masala ustida jiddiy o'ylanib qoldim. Lushin Efendi 1920-yillari biz hozir qandoq dada bo'lishimiz kerak degan asarni e'lon qilib, ayni yillardagi jungoliq dadalar to'g'risida o'tkir tanqidiy mulohaza yurgizgan ekan. Shu yillarda jungo ziyolilari yangi madaniyat harakatini qo'zg'ab, milliy uyg'unish to'lqinini avj oldirgan. Milliy xo'rliqni yetkuch tortgan jungo ziyolilari g'azab nafratga to'lgan ko'zini o'zlarini qatma-qat mushkul ahvolga tushirib qo'ygan jahongirlarga, taslimchi hukumatga, huquqparast mustabidlarga tikish bilan billa mahkumlikqa ko'nikib ketgan jasoratsiz dadalarga tikkan. Shunga ayni vaqtdagi adabiy asarlarda dadalarning obrazi asosan degudek salbiy obraz sifatida yoritilib, o'tkir iboralar bilan tanqidlangan. Obzorchilar yo'llarga eski dadalar to'shib ketdi deb aytishgan. Shungami ba'zi madaniyat arboblari bu yillarni jungo tarixidagi dadani tumbalash yillari deb atashgan. Shubhisizki bir millat o'zining kelajak istiqboli haqida astoydil o'ylanganda, mavjud holatidan o'kinib, qanoatsizlik his qilganda va andishaga cho'mganda tabiiy holda kirsiz eng kuchaydi. Shuning bilan birga bu nima uchun? Qanday qilish kerak? Bizga nima kerak? Chiqish yo'li zodi qayerda? Degandek nuqtalardan chiqib tafakkur qiladi. Bayonimizdagi bizga qandoq onalar kerak, bizga qandoq dadalar kerak degan temalar ustidagi o'ylanishlarmi shuning jumlasidandir. Ro'shanki, navbatda xalqimiz mavjudligiga kapolatlik qilish, taraqqiyot yo'llari ustida izdinish, an'anaviy madaniyati, qimmat qorishi va milliy kimligini saqlash qatorliq jihatlarda qatma-qat xirisga duch kelyapti. Garchi butkul yer shari miqyosida turli sohalar bo'yicha ko'rilayotgan kaskin raqobat va xiris hamma millatga o'xshash bo'lsa-mu, har bir millatning ahvoli ma'lum jihatlarda yanada farqlanadigan bo'lg'achqa, ular duch kelgan krizisning tur va darajasi birdek bo'lmaydi. Bizga nisbatan aytganda, hozir eng xavfli bo'layotgani axloq jihatdagi yemirilishdir. Buni biz duch kelayotgan barliq xirislar ichidagi eng zo'r xiris deb aytishga bo'ladi. Ko'pincha kishilar balkim axloq jihatdagi tushkunlashish butkul insoniyat o'rtaq duch kelayotgan ijtimoiy masala deb o'ylashi mumkin. To'g'ri. Aqliy iqtidoriy jihatda g'oyat zo'r ilgarilashlarga erishib, mo'jiza xarakterlik fan-texnika muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirgan allardagi kishilardami axloqiy tushkunlashish masalasi mavjud. Haqiqatanmi hozirgi kishilarning ajdodidan qolgan esil axloq fazilati o'rniga keltirgili bo'lmagan darajada ziyonga uchirdi. Mushu ma'nodan aytganda, axloq krizisi taraqqiy topgan va taraqqiy topmagan barliq xalqlar uchun o'rtaq masala bo'lib qoldi deb qarashga bo'ladi. Ammo men bizning axloq jihatda yemirilishimiz boshqalarnikidan o'zgacharoq deb qarayman. Sababi shuki, biz axloqqa, odamiylikka muxolif masalalarni jahondarchilik yo'li deb biladigan darajada tushkunlashib ketdik. Odamiylikka, axloq prinsiplariga muxolif yo'l tutib yashayotgan har noahillarni bu jon beqishning bir yo'li. Ashunday qilib jinini baxmasa qanday qiladi
degandek uchiga chiqqan manfaatparastlik tushunchaleri bilan oqlab, barliq ruhiy va ma'naviy qimmatlarni odatdagi o'ringa tushirib qo'ydi. Bizning tüp kishilik axloq bo'lgan haqqoniylik, go'zallik, mardonlik, ochiq yo'riqlik, botirlik, mehribonlik qatorliq nupuzliq axloq o'lchamlarimiz qayoqlardandir yuqtirib olingan chaqina axloq qarashlar tarafidan yaklanmoqda. Bir chetga cho'rib tashlanmoqda. Qaraygan bo'lsangiz, parxo'r amaldorlarningmi, xoshamatchi jonbaxtlarningmi, nomussiz iffat sodigarlarningmi, harom tamoq o'rinlarningmi, kasbiy qo'ymichilarningmi, aytavur xroyin sodisi bilan shug'ullanganlarningmi o'z qilmishini oqlash, o'zini yo'lliq ko'rsatish uchun rastlab olgan bir talay sapsatlar bor. Ular bu xil bir taraflama, chaqana, bema'ni jahondarchilik sapsatlarini hiyiqmasdan azbaylagan holda so'zlab yuraverdi. Undaqlarda ne gunoh tuyg'usi, ne vijdoniy azob tuyg'usi, ne nomus tuyg'usi yo'q. Ular o'zlarining qilmish atmishlaridan qilchimi o'kinmaydi, afsuslanmaydi. Nima uchun ularning tili uzun, gapi yo'g'an, yurishtirishi ko'ram? Sababi ular nupuzliq axloq o'lchamlarining cheklash kuchini deyarli his qilmagan. Oliyjanob axloqning kuchini to'liq to'nib yetmagan. Shunga o'zlari ketayotgan yo'lning nomussiz yo'l ekanligini his qilmoq tugul, aksicha jahondarchilikning zo'r yo'li deb biladigan bo'lib ketgan. Axloq o'lchamlarimizning bundaq dafsanda bo'lib ketishidagi tüp sabab meningcha bizning ayrim sondagi dodalarimizda. Bizning hozirgi dodlarimiz o'tgan asrning 60 va 70 yillarida o'sib yetilgan. O chaqlarda kishilarning ijtimoiy harakatlardagi inqilob qizg'inligi va bo'ysunishni a'lo bildigan itoat axloqi bakrak ta'kidlanib, haq-nohaq tuyg'usiga ega, muhabbat nafrat tuyg'usi ro'shan, go'zallik bilan razillikni farq etish iqtidori kuchli, halol bilan harom tutgan muomalasi sezgur odamlardan bo'lishini ta'kidlashga yetarli ahamiyat berilmagan. Bu bir avlod 80 va 90 yillarda Qur'onga yetib, dodi bo'lgandan keyin arqadan tug'ilgan farzandlarga axloq jihatda zarur bo'lgan talablarni qo'yib, ularning vujudiga oliyjanob fazilat gullarining urug'ini terishga, qimmatga ega g'oya nishonlarni tiklishiga, ularning qalbida nupuzliq axloq o'lchamlarining shakllanishiga yetarli ahamiyat berilmagan. Faqat qanday qilib tirishib o'qib yoki tirishib ishlab yaxshi kun kechirish to'g'risida nasihat qila olgan. Chunki o'zlarining bolaligi va yoshligi moddiy jihatdagi ziyoda muhtojlik ichida o'tkazishga, ularning ochliq va nomrodlik haqidagi ta'siroti intayin cho'nqur. Shunga moddiy manfaatga nisbatan ziyoda sezgur qaraydigan, baxt tuyg'usi jihatda moddiy huzur halovatlarga bakrak havaslanadigan psixikasi kuchli. Shu sababdan ular o'zining ideyasiga aylanib ketgan bu xil qimmat qarashlari bilan farzandlarga yaxshi kun ko'rish haqida to'xtamay so'zlaydi. Amaliyotda ularning qimmat o'lchimidagi yaxshi kun moddiy jihatdagi halovatini ko'rsatdi. Natijada moddiy manfaatga sazgir qilib odatlantirilgan bu farzandlardan mol dunyoni, huquq imtiyozni hammadan a'lo biladigan, bu narsalarga erishish uchun har qanday bedel to'lashdan, har qanday bo'lmoqru vositalarni qo'llanishdan yanmaydigan, hamma ishda o'zini markaz qiladigan, o'zini o'ylaydigan bir turkum shaxsiyatchi, axloq eng ojiz avlod yetishib chiqdi. Manfaat eni ziyoda kuchlik, qalbida shaxsiyatchilikdan boshqa narsa yo'q. Bu bir avlod hayot musobaqasida erishgan harom manfaatlarni omad his qilishib yuraverishdi. G'ayri axloqiy narsalardan maqtandi. Tushkun turmush odatlaridan huzur his qildi. Vaholanki qo'ldan berib qo'ygan fazilat gullaridan, qurbon qilayotgan odamiyliklardan qilchimi afsuslanmadi. Hatto mahrum bo'lgan odamiylikni bilishkimi qodir bo'la olmadi. Odamiylikdan borgan sari yotlashib ketgan bu avloddan ilgirkiga texnik o'xshamaydigan, iste'mol talbaligi urg'ib tashqan, har qanday ma'naviy va ruhiy qimmatlarni cho'ng bilmaydigan yana bir avlod borliqqa kelishga boshladi. Odatda dadalari oilaviy axloqning homiylari hisoblandi.
Ularga oila a'zolarini axloq jihatda ravros yetaklash, ulga va namuna bo'lish vazifasi yuklangan bo'ladi. Demisimi, balalarning qalbida onalar kuyimchanligi bilan o'rin olsa, dadalar talabchanlik bilan obraz tiklaydi. Dada o'z podalarini har jihatdan yaxshi himoya qilmasa, tabiiy holda podalari bo'riga ham bo'lib ketadi. Bo'rining o'nkiriga bilmay, hattoki o'zi xolab kirib ketadi. Mana bu barliq fojianing boshlanishi. Undaqda dadalarimizni o'z podasini har jihatdan himoyasiga ola oladigan ma'naviy sapoga ega deyishga bo'lamdi yo'q. Men hozirgi bir qism dadalarimizning yaramliq avlod tarbiyalash, ig'ir ijtimoiy mas'uliyatni ustiga elish, xatar va qiyinchilikqa botirona yuzlanish, qaysar va chidamchan bo'lish, halol mehnat bilan yashash jihatdagi o'ynayotgan roliga, parasti va diyonatiga ofrin etish bilan bir chaqda yana ko'p qism dadalarimizning bu jihatdagi saposidan qattiq andish qilaman. Mard, mardona, jasoratlik, g'ururlik, nomuschan, chidamliq erkaklarga xos dadalarning soni oslab, nasli qurib ketish xavfiga duch kelayotgandek his qilaman. Aksicha, jasorati sus, prinsipi bo'sh, qimmat o'lchami mujmal mas'uliyatsiz dadalarni uyingning deraza pardasi chiroyli ekan deb qo'ysa, haftalab qo'shib yuradigan xinib mijoz dadalarni, boshliqining salom sahitini tomo qilib, talmirib yashaydigan g'urursiz dadalarni, oilasining izzat hurmatini jon tikib qo'g'dashga yetarlik jasorat ko'rsatmaydigan yumshoq bosh dadalarni, yelinib, yolvurib yashashga ko'nikib ketgan loyg'azal dadalarni, chidam g'ayritiga tayanmasdan xushamatchilik bilan yashashni odat qilib olgan lolma mijoz dadalarni, amal mansabning soyasiga erishib qolsa, choy o'ynab hormaydigan paq-paq dadalarni, haqoratlik muomillarni nomus bilmaydigan zaif dadalarni, bir bodolka batbo'y haraqning qo'li bo'lib, so'rin so'kuldab tetiqsiz yuborlarni etishib hormaydigan hamoqat dadalarni, lafzida turmaslik, xiyonatkorlik, sotqinlik, soxtipaslik, so'xanchilikdek paskashliklarni jahondorchilik yo'li qilib olgan ablaq dadalarni ko'plab ko'rib turayotgan ahvolda dadalarimizning saposidan umidvor bo'lish, avlodlarning kelajagidan xotirjam bo'lish mumkinmi? Bundaq dadalar avlodlarining qismatini qiyin kunlarga qo'ymaydi deb kim ayta oladi? Bundaq dadalar o'z oilasini olijanob axloq o'lchamlari bilan tutib tura olamdi? Kesib aytishga bo'ladiki, bundaq dadalar bizning ijtimoiy axloqimizni bulg'ab, avlodlarimizning ruhini qartin chiqarib, ularni fojianing patqog'iga patirib qo'ydi. Endi bundaq dada bo'lishga uzul kesil xotim berdigan payt keldi. Chunki bizni mo'lcharligisiz kelajak kutib turmoqda. Shunga shundaq ta'kidlaymanki, dadalar millatning to'riki, qo'l qonati, dadalarning vujudi haqqoniyat ruhi bilan, botirlik jasorati bilan, chevarlik karomati bilan, vijdon va diyonat hujayratlari bilan to'lishi kerakki, u yerda dilg'ullik, mujmallik, pamsizlik, beli bo'shliq, sadoqatsizlik, hamoqatlik, sotqinlik, g'ururlik illatlariga o'rin bo'lmasligi kerak. El yurtqa himmat ko'rsatishda farzandlarga ulgu bo'la olish kerak. Mushularni qilish uchun qanday qilish kerak? Albatta, meni o'z ishiga olgan barliq dadalar o'zimizni bir dangsab ko'rishimiz va ish harakatlarimizni, odat xususiyatlarimizni isloh qilib, o'zimizni mukammallashtirish uchun tirishishimiz lozim. Bizga qanday dadalar kerak deb mavzu qo'yish, muhokama yurgizish orqali damalliqqa yaramliq dadalarning o'lchimini ko'rsatib berish mumkin emas. Bu orqali yetmoqchi bo'lgan maqsad dadalarni kirsiz tuyg'usida turib, qanday dada bo'lish haqida o'ylashga da'vat qilish. 2004-yil 4-oyda yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz Xani ishlagan. 2019-yil 17-oktyabr janvadi uniga elindi.